Real Vinicius o'rniga futbolchi topib qo'ygan. Agar Vinicius Junior jamoani tark etsa, Real Erling Haaland bilan shartnomani imzolashga harakat qiladi. Avvalroq Vinicius Saudiya Arabistoni taklifiga qiziqish bildirgani, keyinchalik futbolchining o'zi Realda qolishga qaror qilgani borasida xabarlar tarqalgan edi. Shuningdek, Wengerning atrofidagilar uning Real bilan shartnomani uzaytirish bo'yicha hech qanday kelishuv yo'qligini ham ma'lum qilishdi. The Athletic ma'lumotlariga ko'ra, agar braziliyalik futbolchi klubni tark etsa, Real prezidenti Florentino Perez uning o'rniga Erling Haalandni jamoaga olib kelishini o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. Garchi Manchester City bilan shartnomasi 2034-yilgacha uzatilgan bo'lsa ham, Erlingning jamoaga kelishi istagi bo'lishi mumkin. Real Haalandga uzoq vaqtdan buyon qiziqish bildirayotgandi, biroq norvegiyalik futbolchi Realni emas, Cityni tanlagan. Cristiano butun dunyoga ibrat. Figu. Mashhur futbolchi Luis Figu Saudiya Arabistonining Al Nassr klubi hujumchisi Cristiano Ronaldoning 2026-yilgi jahon chempionatida Portugaliya terma jamoasiga yetakchilik qilish imkoniyatini qo'llab-quvvatlaydi. Cristiano tayyorgarlik, kasb va mahorat va iste'dod borasida butun dunyoga ibrat bo'la oladi, dedi Figu. Bundan tashqari, Barselona va Realning sobiq yarim himoyachisi Cristiano haqida quyidagi so'zlarni qo'shimcha qildi. U doimo gol uraveradi. Menimcha, hatto 41 yoshda ham u muntazam to'p kiritadi, dedi. Eslatib o'tamiz, 2026-yilgi Mundial AQSh, Kanada va Meksikada o'tkaziladi. Do'stlar, videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, sog' bo'linglar.